Ana bo'lmasam basseynning koniga keldik. Foydali xariddan foydali kontent. Bugun O'rizor Stroygorодda basseynlarning narxi bilan tanishtiramiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Lokatsiyasini, nomerini so'raganlar uchun basseyn yozsanglar o'zingiz bilishkeliga tashib beramiz. Okay, basseyningiz nech puldan? 4,5 ga 220 barrellik 80 to'ri bor. Hop, buni narxi bo'ladigan netib qo'yavering. Hop, 2 million chiqadi aka, bo'ladigan. Bo'ladigani. Men kichkinaroqlarni nech puldan aka? 3 metrga 2 metr barrellik 75 santimetrimiz. Hop, buni narxini bo'ladiganni 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. 300 mingni. 1 million 300 ming. Hammasi stoykali, a? Hammasi stoykali. Eng arzoni nech pul basseynlarni aka? Eng arzoni bizda qolgani, hop, 260 ga 160 barrellik 65 santimetrligimiz bor. Buni narxi 1 million 200 ming so'm chiqadi. Bularning dumaloqlarichi? Hop, 3 ga 76. 3 ga 3 barrellik 76 bo'ladi, ichida filtri chiqadi. Hop, ularning narxi 1 million 400 ming so'mdan. Filtrlari bilan, a? Hop, buni narxini o'zi bitta dona qoldi, 3,5 million qilib beramiz. Ichida narvani filtri chiqadi, komplektida 10 tonnali basseyn. O'rizor Stroygorодdan kelib olib ketaverasizlar. Nomerligini tagiga qoldirib qo'yamiz. Kunduzi nobodda tusha olmasanglar, kechga yaqin telegramligiga yozsanglar, pulini kelishilgan holatda dastavka ham qilib berishar ekan, aka. Ko'ramiz. Yandex bo'yicha shahar bo'yicha chiqarib beramiz. Shahar bo'yicha chiqarib berishar ekan. Faqat kunduz kuni hozir sezon bo'lganga juda ham vaqtlik kam bo'lyapti, iloji bo'lsa kechqurunroq ko'rasizlar.